Assalomu alaykum barcha-barchaga. Bugun sizlar bilan birgalikda Topik 1 ning 46 dan 48 gacha bo'lgan yangi savollarni ko'rib chiqamiz. Sharti ta'minli ku chunchum senga ko'rish yo'q. Ya'ni quyidagini o'qib, markaziy fikrni toping deb aytayapti. Bu nima degani? Bu yerda o'zi atigi 3-4 ta gapdan iborat bo'lgan matn beriladi va chunchum senga qayerdan keladi? Ko'pincha gaplarning oxiridan keladi. Birinchi kirish qismida biror narsaga ta'rif berishni boshlaydi. Undan keyin esa nima ish hodisa yuz berdi, u odamga yoqdimi, yoqmadimi, misol uchun shunga o'xshagan holatlarni keltirib o'tadi. Va umumiy olib qarasak, bizga sodda va tushunarli bo'lishi uchun qalb kechirmasi desak ham bo'ladi bu narsani. Chunki faqatgina ilk savollarda emas, balki titki savolda ham chiqadi va titkida yoja yoki bo'lmasa namjani chunchum sengagina top degan vaqtda biz kimnikini top desak, o'shani gaplarga ko'proq e'tiborli bo'lib, u odam nima xohlayapti, ichidan nima o'tyapti, xohishi nima ekanligini ko'proq belgilab olamiz. Bu savol turi ham xuddi shunday. Demak, biz ko'rib turgan savolimizda degami bo'lib 3 ta gap bor ekan. Demak, ko'rsak agar bu yerda isaril hesnida deyapti, ko'chib o'tdim. Keyingisi sechibon deyapti, yangi uy biz bilamizki bu yerda yangi uyga ko'chgan ekan. Yangi uy norqo'ki qitamnida, ya'ni keng hamda toza. Bu bitta plus tarafini gapirdi. Undan keyin esa chacholqva chijangdo ko'rinishda kelyapti ana grammatikalar. Demak, metro hamda bozor ham nima? Kakkavozo. Kunli hamnida. Demak, yaqin bo'lgani uchun qulay deb aytayapti. Bizga kerakli bo'lgan joyi qayer? Oxirgi ikkita gap. Ya'ni uy keng, toza, metro va bozor yaqin. Bundan kelib chiqadigan bo'lsak agar bu yangi uy u odamga yoqqan. Biz variantlardan aynan shunday javobni topib olishimiz kerak. Bunday holatda ko'proq gapni oxiriga e'tibor qilamiz. Demak, qarasak papatta, ya'ni papasnida deyapti. Band edin. Bizga kelgan ma'lumot oxirida bandlik emas, balki uyga ta'rif bo'ldi, to'g'rimi? Shu sababli buni qazib yuborsak ham bo'ladi, endi chiqarib yuboramiz. Keyingisi Mametnida deyapti. Nima? Aynan sechib. Yangi uy yoqdi. Haqiqatan ham yangi uy yoqdi, olsak bo'ladi. Uchinchisida chachol, ya'ni metro temas ketyapti, lekin bu chunchum sengak emas, u tarkib, ya'ni neyon. Chunki neyonda, ya'ni neyonda biz asosan nuqta virgulgacha e'tibor qilamiz, ya'ni o'sha tarkibiy qismga kiradigan so'zlar va mazmunlar bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Chunchum sengakda unday emas, ya'ni umumiy holatda olishingiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda chachol temas ketyapti, ya'ni metrodan tez foydalanaman, bu yerda metrodan foydalanish haqida emas, balki metro yaqin va qulay ekanligini keltirib o'tgan va mabodoga ham yaqin degan taqdirda ham bu chunchum sengak bo'la olmaydi, sababi aytganimdek neyonga qattiq o'tib bo'lyapti. Bizga chunchum sengak bu yerda bu odam uyni ta'riflayapti. Demak, bu uy unga yoqqanligini bildiradi. 4-chisida esa demak shijang temas ketyapti. Endi bozor, bilamizki bu bozor ham neyonni tarkibiy qismiga kirib qolyapti. Shu sababli ham shijangga qanimgo'sil chohamnida deyapti, bozorga boshlab turaman. Lekin bunday mavzu haqida gapirib o'tmadi. Shu sababli buni ham chiqarib yuborsak bo'ladi. Bizda asosiy mazmun nima? Asosiy mazmun yangi uy. Yangi uyga ta'rif berdi. Shu sababli javobimiz 2 bo'lib keladi. Bunday savolni mana shu holatda oson bajarish mumkin. Xoh topik 1 bo'lsin, xoh topik 2 bo'lsin, ikkalasiga ham aynan ilk savollarda xuddi mana shu ko'rinishda bajarishimiz mumkin bo'ladi. Va e'tiborli bo'ling, ko'proq gaplarning oxirgi bo'lagida chiqadi. Xo'p, 47 bilan 48-savol turini o'zingiz bajarib, kommentlarda o'z javobingizni qoldirsangiz bo'ladi. O'ylaymanki, men aytgan usul orqali to'g'ri va aniq yecha olasiz. Agar matnning mazmunini xuddi men aytgan kabi agar yechganda tushuna olmasangiz agar, yaxshi to'liq o'qib oling.